O'zbekiston hududiga issiq havo oqimi kirib kelmoqda. 16-19 iyun kunlari O'zbekiston hududiga janubiy yo'nalishdan juda issiq havo oqimlari kirib kelishi kutilmoqda. 16-17 iyun Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida, 17-19 iyun mamlakatning barcha hududlarida havo harorati kunduzi kunlari 40-42 gradus, janubiy va cho'l hududlarda esa 43-44 gradusgacha ko'tariladi. Issiqdan ehtiyot bo'ling. Kunning issiq paytlarida quyosh to'g'risida yurmang. Yengil va och rangli kiyimlar kiying. Suv yetishmasligini oldini oling. Yoshi kattalar va bolalar salomatligiga e'tiborli bo'ling. Sog'ligingiz uchun mas'ul bo'ling, deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini